har bir fanning o'rni uning qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligidan jamiyatning taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi bilan o'lchanadi. Bu esa fanning paydo bo'lishi va rivojlanishining tarixi bilan bevosita bog'liq. Tarixiy yodgorliklar, arxeologik qarzilmalar shuni ko'rsatadiki, odamlar hali yozuv dunyoga kelmagan davrdanoq atrofidagi turli buyumlarning rasmini chiza boshlaganlar va o'zaro bo'lgan muloqotda tasvirlardan foydalanishganlar. Ibtidoiy odamlar o'z fikrlarini ioriflar orqali bildirish yo'li bilan yozuvlarning shakllanishiga olib kelgan. U davr insonlarining yaratgan qoyalardagi tasvirlar, mametlar, bizon va boshqa hayvonlarni rasmlashish shuningdek boshlang'ich davri hisoblanadi. Shundan buyon avvallari oddiyroq, keyinchalik esa undan murakkabroq inshoot va buyumlarning tasvirlarini chiza boshladilar. Avvallari rasmning roli ortib bordi. Keyinchalik chizmachilikning roli keskin oshdi. Chunonchi inson ongi taraqqiy etgan sari fan madaniyat shakllana bordi. Ishlab chiqarish, me'morchilik taraqqiy eta boshladi. Bular o'z o'rnida grafikaning asosiy turi hisoblangan chizmachilikning mohiyatini orttira boshladi. Uy-joylar, qo'rg'onlar va boshqa inshootlarni qurish davrida birinchi chizmalar paydo bo'ldi. Dastlabki chizmalar faqat bitta ta'sir bo'lib, uni reja deb atashgan. Odatda bu rejalarni to'g'ridan-to'g'ri qurilajak inshootlarning o'rniga, ya'ni yer sathiga, haqiqatligi bilan bajarishgan. Bunday chizmalarni yasash uchun birinchi chizmachilik asboblari yog'ochdan yasalgan. Masalan, sirkul o'lchagich, arqon yasalgan, to'g'ri burchaklar yaratilgan. Keyinchalik bunday reja chizmalarni pergamin qog'ozda, daraxtlarda va xolsada kichraytirib bajarishga o'tishgan. Markaziy Osiyo olimlari barcha fanlarning rivojiga, shu jumladan grafikaning rivojlanishiga Yunon olimlaridan kam bo'lmagan darajada hissa qo'shganlar. Ana shu olimlardan biri, barcha zamonlarning buyuk matematiklaridan biri, algebra fanining asoschisi, astronom, o'zbek xalqining farzandi Muhammad al-Xorazmiydir. U arifmetikani, astronomiyani, tarix, geografiya, tibbiyot va boshqa sohalarga doir asarlar yozdi. O'rta Osiyo sharqida birinchi bor sayyoraning harakatini aniq hisoblab, jiz matematikasini, ya'ni matematik jadvalni va astronomik jadvallarini tuzdi. Shu bilan birga Xorazmiy grafikaning rivojlanishiga beqiyos hissa qo'shdi. Uning matematikaga doir risolalarini formulalar yordamida emas, balki chizmalar yordamida talqin etdi. U muqobil va algebrai hisoblash nomli kitobida kub, parallelipiped, konus, piramida sirlarining kvadrat va uchburchak asosida aniqlashni maslahat berdi. Abu Nasr Farobiy fanning deyarli hamma sohasi bo'yicha 180 dan ortiq risola yozgan va tadqiqotlar qilgan. Ularning ichida grafikaga bevosita aloqador bo'lgan geometriya, stereometriya, astronomiya, optika, mexanika, arxitektura va boshqa sohalar bo'yicha asarlari bor. Uning fikricha, geometriya, ilm al-handasa hamma fanlar bilan uzviy bog'liq. Bu fikrlar ayniqsa grafikaga ham taalluqli. Farobiyning fanlarning kelib chiqishi va tavsifi nomli asarining ikkinchi qismida grafikaga bevosita bog'liq bo'lgan qismida geometriya haqida, uchinchi qismida esa kuzatish haqidagi fan, optika haqida ma'lumot bergan. Hozirda uni chiziqli perspektiva deb o'rganiladi. Buyuk bobokorlarimiz Abu Rayhon Beruniy shar ichida 5 xil muntazam ko'piklar yasash mumkinligini chizmalar orqali isbotlab bergan. Bular noriy 4 yoqlik, hozirda tetraeder, orziy 6 yoqlik, deksaeder, havoiy 8 yoqlik, oktaeder, falaki 12 yoqlik, dodekaeder, moniy 20 yoqlik, ikasaederdir. Bunday chizmachilik faniga rivoj qo'shgan buyuk ajoylarimiz juda ko'p. Bulardan Abu Ali bin Sino,
Mirzo Ulug'bek, Kamoliddin Bezok va shu jumlasidandir. Rossiyada kemasozlikning rivojlanishida yanada aniqroq chizma masshtablariga qattiq rioya qilinadigan chizmalar paydo bo'ldi. Bunda uzunligi, kengligi va balandligi tasvirlangan 3 ta proyeksiyadan foydalanishni boshlashdi. 1719-yilda Pyotr I tomonidan proyeksiya nurlaridan foydalanib chizilgan eshikli qayiq chizmasi chizilgan. Fransuz muhandisi, matematik olim, davlat arbobi Gaspar Monge reja va fasadni birgalikda ishlatilganda insondagi geometrik kashfiyotchilikka doir tafakkur keskin rivojlanib yuborishi mumkinligini alohida e'tibor berdi. To'g'ri burchakli ortogonal proyeksiyalar usuli Gaspar Mongega qadar ham grafik ishlarda qo'llanilgan. Monge esa dunyodagi bir qator mamlakatlarda bu sohada orttirilgan ayrim qoida va chet el olimlarining fazoviy metrik masalalarini grafik usul bilan yechish yutuqlarini umumlashtirib, har taraflama ishlab chiqdi va ilmiy jihatdan tizimga soldi. Chizma geometriya faniga bo'lgan talabni sezgan Gaspar Monge birinchi marta klassik asarini 1799-yili chizma geometriya Geometrik deskriptivi nomi bilan yaratdi. O'sha davrdagi chizma geometriyani o'z tadqiqotlari bilan boyitgan olimlardan Weinberg, Duykin, Geshet, Borden, Peres, Brisson, Gauss, Weberlarni ko'rsatib o'tish lozim.